Namoz o'qiydi, ha bu namozxon deydi. Kim aytdi namozxon zo'r odam bo'ladi deb? Kamdan kami zo'r bo'ladi. Shu aytilgandek odam, chunki namozxon masjidda o'tirib g'iybat qilyapti. Namozxon masjidda safda yoniga yomon ko'rgan odam kelsa turib boshqa yoqqa o'tiryapti. U ham namozxonda endi. O'sha hozir inna atoyna deb bomdod deb peshinni o'qiydi, achchig'i kelsa so'kinaveradi. Og'zidan Alloh ham chiqaveradi, ahlat ham chiqaveradi. U yaxshi odam emas-da u. Aldaydi, yolg'on gapiradi, uyda turib yo'q deb qo'y deydi. Yoki birov bir narsa so'rasa pishiqlik qilib bermaydi. U musulmon pishiq bo'lsa, Xudo yomon ko'radi odamni. Ruschasiga jimot deydi. Jimot baxil pishiq odamni Xudo yomon ko'radi. Bu degani namozxon pishiq